Tayloq, Urgut, Bulung'ur, Pastdarg'om, Payariq, xullas barcha samarqandliklar diqqatiga. Atigi bir hafta ichida biz Sam Solar Energy jamoasi Energy Market ilovasi orqali subsidiya asosida 10 dan ortiq xonadonga quyosh panellarini o'rnatib berishga ulgurdik. Asl narxi 26 million so'm bo'lgan 5 kilovatli on-grid quyosh stansiyasini subsidiya asosida 18 million 500 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xuddi shunday 10 kilovatli quyosh stansiyasini avvalgi narxi 52 million so'm bo'lsa, subsidiya asosida 44 million 500 ming so'mga o'rnatishingiz mumkin. Bunda 7,5 million so'm davlat subsidiyasi orqali qoplab beriladi. Gibrid, ya'ni akkumulyatorli quyosh panellarini ham xuddi shunday subsidiya bilan o'rnatishingiz mumkin. 6 kilovatli gibrid stansiyasining asl narxi 42 million so'm bo'lsa, subsidiya bilan 34 million 500 ming so'mga o'rnatishingiz mumkin. Bu tizim sizga dunyodagi eng kuchli deb tan olingan litiy akkumulyatorlari bilan birga o'rnatib beriladi. Buning uchun siz Energy Market ilovasini yuklab olishingiz va bizga ariza qoldirishingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, 1-maydan elektr energiyasi narxi oshdi. Endi siz uchun o'z shaxsiy elektr stansiyangizni o'rnatishning ayni payti. Sam Solar Energy bilan elektr xarajatlaringizni kamaytirishingiz, hatto nolga tushirishingizning imkoniyati mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.